Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Men Shahsabz davlat pedagogika instituti informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi Normurodova Sadoqat Xoliqulovna. Bugun informatika o'qitish metodikasi fanidan informatika va axborot texnologiya fanini o'qitishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish mavzusini o'rganamiz. Xo'sh, pedagogik dasturiy vositalar nima? Bu ta'lim jarayonini samarali tashkil qilish, bilimlarni oson o'zlashtirish, o'quvchilarning mustaqil ta'limini tashkil etish, qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan maxsus dasturiy vositalar va texnologiyalar majmuasidir. Ushbu vositalar orqali o'quvchilarga zamonaviy bilimlarni berish, interaktiv va vizual shaklda tushuntirish, amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish, bilimlarni baholash va mustahkamlash imkonini beradi. Pedagogik dasturiy vositalarning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat. Birinchi, o'quv jarayonini avtomatlashtirish va samaradorligini oshirish. Ikkinchi, bilimlarni va ko'nikmalarni, malakalarni rivojlantirish. Uchinchi, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun o'quv jarayonini osonlashtirish. To'rtinchi, mustaqil ta'lim olish uchun sharoitni tashkil etish. Beshinchi, nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish. Pedagogik dasturiy vositalar asosan informatika va axborot texnologiyalari fanlarini o'qitishda ham samarali vosita sifatida muhim rol o'ynaydi. Bu fanni o'qitish jarayonida ularning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat. Birinchi asosiy vazifamiz interaktiv o'qitish. Bu jarayon animatsiyalar, simulyatsiyalar va vizualizatsiyalar orqali tushunchalarni oson anglash imkonini beradi. Ikkinchi, o'quv jarayonini avtomatlashtirish. Testlar, baholash tizimlari va reyting tizimlari orqali bilimlarni aniqlashni amalga oshiradi. Uchinchi, fikr almashish va hamkorlikni tashkil etib beradi, ya'ni jamoaviy loyiha ustida ishlash imkonini yaratadi. Keyingisi, amaliy mashg'ulotlar. Real vaqt jarayonida loyihalarni ustida ishlash va kod yozish imkoniyatini beradi. Pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat. Birinchi, o'quvchilar motivatsiyasini oshirish, ya'ni interaktiv va qiziqarli ta'lim jarayonini tashkil etish. Ikkinchi, ijodiy va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish, ya'ni real muammolarni hal qilish tajribasini oshirish. Keyingisi, zamonaviy IT ko'nikmalarini shakllantirish, ya'ni kelajak kasblariga tayyorgarliklarni tashkil etish. Keyingisi, interaktiv va qiziqarli o'qitish. O'quvchilar darslarga qiziqib, faol ishtirok etishini ta'minlab beradi. Nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish. Simulyatsiyalar va tajribalar orqali dars jarayonini tashkil etib beradi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim, ya'ni har bir o'quvchi o'z ehtiyojidan kelib chiqqan holatda o'z imkoniyatlariga moslashtirib, o'quv jarayonini tashkil etish. Keyingisi, o'qituvchilar uchun qulaylik. Baholash, materiallar tayyorlash va darslarni boshqarishda osonlashtiradi. Informatika axborot texnologiya fanida pedagogik dasturiy vositalarning foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat. Interaktivlik. O'quvchilarning bilim olish jarayonini faol ishtirok etishini ta'minlab beradi. Mustaqil ta'lim olish, ya'ni mustaqil o'rganish. O'quvchilar istalgan vaqtda mavzuga moslangan holatda, demak, mavzuni o'rganadi va mustaqil takrorlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingisi, vaqtni tejash. O'qituvchilar uchun darslarni rejalashtirish va baholash jarayoni osonlashtiriladi. Ko'rgazmalilik. Murakkab mavzularni tushuntirishda vizual materiallarni taqdim etish imkoniyatini beradi. Qiziqarli ta'lim muhitini yaratish. Gimifikatsiya, ya'ni o'yin elementlari va interaktiv mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Pedagogik dasturiy vositalar quyidagi turlarga bo'linadi. Birinchi, ta'limiy dasturlar. O'quvchilarga yangi bilim berish va ularni mustahkamlash uchun mo'ljallangan dasturiy vositalar kiradi. Ularga misol sifatida Kodi.org yoki Khan akademiyalarida misol keltirishimiz mumkin. Ikkinchi, mashq dasturlari. O'quvchilarga bilim va ko'nikmalarni shakllantirish hamda mustahkamlash imkoniyatini beradi. Ularga Scratch, Python muhitida interaktiv mashqlarni amalga oshirishni tashkil etish mumkin. Simulyatsiya dasturlari.
real hayotiy jarayonlarni virtual muhitda modellashtirishga yordam beradi. Masalan, Cisco Target orqali, Tinkercad orqali, Scratch orqali. Test va baholash tizimlari bilimlarni avtomatik ravishda tekshirish uchun qulay hisoblanadi. Bularga Google Forms, Kahoot, Quiz yoki bo'lmasa MyTest dasturlarini misol keltirishimiz mumkin. Elektron darslik va resurslar. Multimedia vositalari yordamida ta'lim olish imkoniyatini beradi. Masalan, bu elektron darsliklardan yaratishda Autoplay, Bandicam, Kahoot dasturlaridan misol qilib oladigan bo'lsak, resurslar sifatida Moodle, Coursera, Udemy'larni misol keltirishimiz mumkin. Pedagog dasturiy vositalardan foydalanish usullari ham bir necha turlarga bo'linadi. Ular quyidagilar. Dars jarayonini interaktiv platformalar orqali qo'llash. Masalan, birinchi Scratch va Blockski orqali dasturlashni boshlash. Masalan, Scratch dasturi bu eng birinchi bo'lib dasturlashni o'rgatish, ya'ni algoritmlashni o'rgatish uchun eng qulay bo'lgan dastur hisoblanadi. Python yoki JavaScript orqali esa real loyihalarni yaratish imkoniyatini beradi. Microsoft Excel yoki Google Sheets orqali esa ma'lumotlar tahlilini o'rganishimiz mumkin. Ikkinchisi, onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish. Google Classroom yoki Moodle orqali darslarni tashkil etish, YouTube'dagi ta'limiy videolarni dars materiallariga qo'shib olish, Kodi.org yoki PHP'dan foydalanib veb dasturlash bo'yicha bilim berish. Keyingisi, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalardan foydalanish. Scratch orqali algoritmlarni tushuntirish, Cisco Target Tracker orqali esa kompyuter tarmoqlarini modellashtirish, gamifikatsiya elementlarini qo'llash, Kahoot, Quiz yoki Mentimeter orqali interaktiv testlar tashkil qilish, kodlash bo'yicha esa o'yinlar orqali mashg'ulotlarni o'tkazish. Bugungi darsimiz mazmuni shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.